Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Aktrisa Durdona Qurbonova ishtirokidagi yangi video va fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lib tarqalib ketdi. Gap shundaki, san'atkor avvalgi intervyularidan birida quchoqlashish yoki qo'l ushlashish kabi shunga o'xshash talab etiladigan sahnalarda ishtirok etmasligini, o'zini hurmatini bilishini aytgan edi. Shu bois uning shaxsiy qarashlari va prinsiplari ko'pchilikka yaxshi tanish. Biroq yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bloger Dilimi nomi bilan tanilgan bloger bilan tushirilgan kadrlar tarqaldi. Unda Durdona Qurbonova bloger bilan yaqin holatda turib quchoqlashgan holati aks etgani muxlislar e'tiborini tortdi va chuqur muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktrisa Durdona Qurbonova o'zining eksklyuziv intervyusida suhbat davomida uning xarakterini bilmaydigan insonlar tomonidan bo'lgan nojo'ya takliflar haqida so'zlab bergandi. Nojo'ya takliflar ham bo'lgan. Bu asosan san'atga endi kirib kelayotgan vaqtimda ko'p bo'lgan. Shou biznesga endi kirib kelayotganimda xarakterimni bilmaydiganlar har xil nojo'ya takliflarni qilishgan. Ko'pchilik qizlar shou biznesga endi kirib kelayotgan vaqtlarida o'zini hurmat qilgan inson bunaqa takliflarga rozi bo'lmasligini bilishmaydi. Mashhur bo'laman deb kirib keladi. U mashhur bo'lishi uchun kimlardir nojo'ya takliflarni qiladi. Qaysidir aktrisa balki bu taklifga rozi bo'lar, ammo o'zini hurmat qilgan inson bunaqa takliflarga rozi bo'lmaydi. San'at mening hayotim bo'lmagani uchun hammasiga to'g'ri yo'lni ko'rsatganman. Urushgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bunday takliflarni rejissyorlar, aktyorlar berishgan. Nojo'ya taklif faqatgina nojo'ya, ko'pchilik o'ylagandek yomon ma'noda emas, yaxshi ko'rib qoldim mazmunidagi so'zlardan ham iborat bo'lgan. O'zimning darajamni ushlab yo'limni topganimdan so'ng menga hech kim ortiqcha gap gapira olmaydigan bo'lgan. Hattoki bolalar kelib gapirishga ham qo'rqadi, deydi aktrisa Instabloger Durdona Qurbonova. Ma'lumot uchun, Durdona Qurbonova 1998-yil 2-iyun kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. San'at kollejida hamda O'zbekiston san'at va madaniyat institutining dramatik teatr va kino aktyorligi fakultetida tahsil olgan. 50 ga yaqin film, seriallarda, 100 dan ortiq kliplarda bosh rollarni ijro etgan. Durdona Qurbonova bugungi kunda aktrisalikdan tashqari xonandalik faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Undan avval yaqindagina aktrisa Durdona Qurbonova onasiga kutilmagan tarzda Xonsaroy loyihasidan yangi uy sovg'a qildi. Aktrisaga omad va zafarlar tilab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Yangiliklar.uz kanaliga obuna bo'ling va like Durdona bosishni Qurbonova yana muhokamalar markazida. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa va xonanda Durdona Qurbonova yana ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Gap shundaki, u xonanda Imron bilan birga sayr qilayotgan va suratga olish jarayonidan lavhalarni kuzatuvchilar bilan bo'lishgandi. Shundan so'ng izohlarda turli taxminlar va savollar yog'ila boshladi. Ayrim foydalanuvchilar baribir Imronga turmushga chiqasiz, biz kutyapmiz, ikkinchi xotin bo'lib tegadi shekilli kabi fikrlarni yozishdi. Bu gaplarga javoban Durdona Qurbonova hazilomuz tarzda birinchi bo'lmaganman-u, endi ikkinchi bo'lib tegamanmi degan munosabat bildirdi. Ammo bu hali hammasi emas. Boshqa tomondan dinovlik bir yigit aktrisaga bo'lgan muhabbatini yashirmay, tinimsiz video murojaatlar va xabarlar yo'llamoqda. U o'z murojaatlarida sizni topaman, sizni sevaman, menga javob bering deya murojaatlar qilmoqda. Aktrisa esa unga baxtingizni boshqa joydan izlang, mendan umidvor bo'lmang deb javob berganiga qaramay, yigit taslim bo'lish niyatida emas. U navbatdagi murojaatida ikki og'iz gap bilan sevgisidan voz kechadigan erkak emas-ku, men albatta sizni topaman deya qat'iy fikr bildirdi. Bu voqealar rivoji tobora qiziqarli tus olmoqda. Durdona Qurbonovaning shaxsiy hayoti bilan bog'liq bu muhokamalar qanday yakun topadi? Davomini kuting va kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Aktrisa Durdona Qurbonova ishtirokidagi yangi video va fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lib tarqalib ketdi. Gap shundaki, san'atkor avvalgi intervyularidan birida quchoqlashish yoki qo'l ushlashish kabi shunga o'xshash talab etiladigan sahnalarda ishtirok etmasligini, o'zini hurmatini bilishini aytgan edi. Shu bois uning shaxsiy qarashlari va prinsiplari ko'pchilikka yaxshi tanish. Biroq yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bloger Dilimi nomi bilan tanilgan bloger bilan tushirilgan kadrlar tarqaldi. Unda Durdona Qurbonova bloger bilan yaqin holatda turib quchoqlashgan holati aks etgani muxlislar e'tiborini tortdi va chuqur muhokamalarga sabab bo'ldi.
Aktrisa Durdona Qurbonova o'zining eksklyuziv intervyusida suhbat davomida uning xarakterini bilmaydigan insonlar tomonidan bo'lgan nojo'ya takliflar haqida so'zlab bergandi. Nojo'ya takliflar ham bo'lgan. Bu asosan san'atga endi kirib kelayotgan vaqtimda ko'p bo'lgan. Shou biznesga endi kirib kelayotganimda xarakterimni bilmaydiganlar har xil nojo'ya takliflarni qilishgan. Ko'pchilik qizlar shou biznesga endi kirib kelayotgan vaqtlarida o'zini hurmat qilgan inson bunaqa takliflarga rozi bo'lmasligini bilishmaydi. Mashhur bo'laman deb kirib keladi. U mashhur bo'lishi uchun kimlardir nojo'ya takliflarni qiladi. Qaysidir aktrisa balki bu taklifga rozi bo'lar, ammo o'zini hurmat qilgan inson bunaqa takliflarga rozi bo'lmaydi. San'at mening hayotim bo'lmagani uchun hammasiga to'g'ri yo'lni ko'rsatganman. Urushgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bunday takliflarni rejissyorlar, aktyorlar berishgan. Nojo'ya taklif faqatgina nojo'ya, ko'pchilik o'ylagandek yomon ma'noda emas, yaxshi ko'rib qoldim mazmunidagi so'zlardan ham iborat bo'lgan. O'zimning darajamni ushlab yo'limni topganimdan so'ng menga hech kim ortiqcha gap gapira olmaydigan bo'lgan. Hattoki bolalar kelib gapirishga ham qo'rqadi, deydi aktrisa Instablogger Durdona Qurbonova. Ma'lumot uchun, Durdona Qurbonova 1998-yil 2-iyun kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. San'at kollejida hamda O'zbekiston san'at va madaniyat institutining dramatik teatr va kino aktyorligi fakultetida tahsil olgan. 50 ga yaqin film, seriallarda, 100 dan ortiq kliplarda bosh rollarni ijro etgan. Durdona Qurbonova bugungi kunda aktrisalikdan tashqari xonandalik faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Undan avval yaqindagina aktrisa Durdona Qurbonova onasiga kutilmagan tarzda Xon saroyi loyihasidan yangi uy sovg'a qildi. Aktrisaga omad va zafarlar tilab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Yangiliklar o'z kanaliga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.